Bugungi videoda Free Fire'ga keyingi обновленияda keladigan yangilanish videosini ko'rib chiqamiz. Ya'ni Free Fire Advanced serverdamiz. Bu server bu APKni qayerdan olamiz deylar. Telegram kanalimga o'tsanglar, rasmini chiqib qo'yaman videoda. O'sha yerda tashib qo'yaman. Hozir shunda kiramiz. Vazifalar bajarsanglar, tekin almaz beradi. Almaz qadri ham yo'q bu yerda. Xo'sh. Nima bu endi? Chiqamiz. Keyingi yangilanishda mana shunaqa tiny magazin qo'shilar ekan. Bosasizlar, yangicha anaqa stilda tushiramiz. 86% tushdi. Ko'proq ematsizlar. Olamiz. Eng qizig'i hozir bilan oldik. Xo'sh, har xil narsalar vobshe ko'p ekan, lekin bularga emasligi mumkin. Keyin agar kam foiz tushib qolsa, qilganinglarda chekkaga bosib turib, aytganini qilib turib shunda bosasizlar. Yana yangi tushirasizlar bo'ladi. Shu bilan keyin olaverasizlar narsalarni yana. Keyin ikkinchiga o'tsak, agar keyingi yangilanishda kiyimi ko'p, tana terlar, kiyimlarni ko'p vaqt ketkazib qidirib o'tirar ekan, qidiruv bo'limi qo'shilar ekan. Biror kiyim bosib turib, nomini yozsanglar, chiqarib beradi. Keyin yangi qurollar qo'shiladiganida hozir ko'rib chiqamiz. Vaqt o'tdi, mana. Yangi qurol. Nomi M7. Shield ko'rib. Keyin bu yerda qo'shilmas ekan. Bu bormidi o'z? RPK. Kemda Scorp degan qo'shilar ekan. Bular hozir sinab ko'ramiz. AVMlar bo'limiga ham qo'shilar ekan. M200 bilan bu boriga o'z. Qo'shilarmikan Hvak. Короче, pistoletlar bo'limiga ham bir TS9 degan qo'shilar ekan. Bu videoning ikkinchi qismi ham chiqadi. 5 ta like qilib bersanglar, hozir sinab ko'ramiz orужияларni. Trenirovkaga kiramiz. Ochilish kerak. Keyin Indoneziya regionida open pack videolar chiqyapti. Yaqinda yana bir haftalik ichida chiqib qolsa kerak. 700-800 almazga yaqin open pack qilamiz ikkita akkauntda. Kirdik. Keyingi yangilanishda Halloween qo'shiladi deb aytishyapti. Uni keyingi videoda chiqaramiz. Arvohlarga moslar. KBBlarga qo'shilar ekan. Qani orужияларni olamiz. Mana yangi qo'shilgan ikkita orужияларni oldik. Настройкаga e'tibor bermaysizlarmi? Uchirib o'tkazgan shunaqa bo'ldi. To'g'rilab o'tirgan настройкani. Jon olishi bu headshot bersanglar 187, qoringa otsanglar 34, keyin ko'tarilib ketdimi? Keyin oyoqqa otsanglar 34. Bunisini sinab ko'rsak, boshga otsanglar 192, qoringa otsanglar 35, oyoq tarafga otsanglar 35. Normalniy bo'lar ekan.
Keyin bu tarafdan Scorp bilan olsak, bu Avem 2 to'qli bo'ladi. Boshqa otsanglar 770, qoringa otsanglar 168. Keyin otganda adachiga o'xshab, PUBG'da adachi bo'lardi. Otsanglar ana ko'tarilib ketyapti. Mana. Keyin bu xvakmidi? Tez otar оружиеga o'xshabdi, lekin uzoqdan ham yaxshi bo'lsa kerak. Qani. Do'stlar, adachi forma faqat odamga omna qilganinglar to'g'rilab berish uchun sal pastroq turibdi, bo'lmasa boshqa qotib turganinglarda ko'tarilib ketyapti. Keyin chiqamiz. Bu yerga kirsak, bu advanced serverda Free Fire'ga o'ziga keladigan narsalar oldinroq keladi. Hayvonni levelini qo'shib qo'ysa bo'lar ekan. Keyin magazin kirsak, lekin black emasa kerak, katta ehtimol. Nima bu? Ochib ko'ramizmi? Qiziq ekan lekin. Xo'sh. Server kirish qiyin bo'ldi. Ana yuklayotganda 0.95 GB olar ekan Androidga. iOS iPhone'larga bilmadim. Lekin Androidga tashib qo'yaman. Bemalol Telegram kanaliga o'tib yuklab olsanglar bo'ladi. Edit qilib yuborib qo'yaverib. Men bu kelganmidi? Kelgandi menimcha. Keyingi yangilanish Halloween bo'lsa kerak. Arvohlar вообще bo'lar ekan. Kechqurunda olsa kerak keyingi ikkinchi qismini. Qani ham ochib ko'ramiz. 94 da tushmasa endi. Ssenariyaga o'tsak, mana bu yangi stena qo'shilish mumkin bo'lyapti. Kiyimi. Mana. Shu kiyim qo'shilsa kerak stenaga katta ehtimol. Mana bu ham qo'shilsa lekin вообще bo'lardi, men ham olardim. Keyin keyin mana bu yerda bunaqa bo'lardi qo'yadigandan. Titullar bormidi? Xullas, Avem evolyutsiya qo'shiladi deyapti. Agar rasmini topa olsam, ekranda chiqarib qo'yaman. Uni 7 qilsanglar qanaqadir bosgandan qo'yiladigan berardi. Nomi esimdan chiqib qoldi. Keyin qolgan narsalar joyida. Keyingi videoda ham Halloween arvohlar kelganini sinab ko'ramiz, o'yinga kirib. Iloji boricha kechqurun qilamiz.